Расскажите, как ваша компания достигла таких высот всего за последний месяц? Вы же были банкротом. Вы не поверите, мы просто нашли дополнительный халяльный доход для всей нашей организации. Теперь вся наша компания работает с Ираидой, храни ее Аллах. В этом месяце она решила взять 100 человек, чтобы помочь им. Если делать небольшие вложения, например, 1 миллион сумм, то можно с легкостью зарабатывать до 11 миллионов еженедельно. Мы уже давно работаем с Ираидой, ее канал одобрен старейшинами. Как вы, мои дорогие подписчики? Сегодня мы с братом заработали для него отличную сумму, и он смог проплатить контракт на год вперед. Пишите мне, и я смогу помочь вам в вашей финансовой праве. Алейкум. Вчера обратилась сестра с просьбой помочь ее маленькому сыну с операцией, ведь денег у них совсем не было. Я помогла ей и заработала на эту операцию. Благодарности ее вообще не было предела. Пишите мне по кнопке ниже, чтобы я помогла вам. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Muhammad. Yana bitta yaxshi ma'lumotimiz bor. Tarqatib qo'yasizlar hammaga. Hamma bilish kerak bu narsani. Ves O'zbekiston, ves Rossiya, ves dunyoda yurgan o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar hammaga tarqatasizlar. Tak, qaranglar. Facebookdan, Instagramdan, yo даже call-centerdan sizlarga telefon qiladi. Mana qaranglar, mana bitta yaxshi video bo'lyapti. Erta yo masalan Toshkentning hokimi chiqyapti. Fake video chiqyapti-da, aytyapti. Unga savol berilyapti. Siz qanaqa qilib boyib ketdingiz? Unda mashina, mana yaxtalar hammasi endi u ne только mana nima deydi, bir mashhur odam chiqyapti, aytib beryapti. Unga savol berilyapti. Qanaqa qilib siz boyib ketdingiz? U aytyapti, biz mana halol daromad, investitsiya degan narsa topdik. O'shanga biz ozgina pul tikdik. O'shani orqasidan biz shunaqa qilib boyib ketdik deb любой odamni videosini olib turib, uni videosini fake qilib turib, montaj qilib turib, o'rniga o'zini ovozlarini qo'yib, shunaqa qilib chiqaryapti. И tagida ссылка turibdi, ссылка, Telegram ссылка. Ссылкаga kiring deydi. Siz ссылкаga kiryapsiz. И это bizni o'sha yo opamiz, yo akamiz, mana opamiz ro'mol o'rab olgan hijobda aytyapti. Mana shunaqa biz boyib ketdik. Mana kelinglar, biz bilan ishlanglar, ozgina pul tashlaysizlar, dashi daromad topasizlar. Bizda hammasi halol. Shunaqa narsalar hozir ko'p bo'lyapti. Videolarni ko'rsatib. Ассаламу алейкум. Варах, звезды мои, как ваши дела? Сегодня я просто в шоке, как легко нам дается заработок. Поэтому скорее рискуйте и давайте менять вашу жизнь в лучшую сторону. O'sha Telegram kanalga kirganingizda, erta har xil mana nima dedi, hijob kiyib olgan, yo mana bironta bir akamiz, yo opamiz, yo bironta mashhur odam, tushundinglarmi? O'shalar aytib beryapti, как будто men mana shu narsani orqasidan boyib ketdim. Sizlarga rahmat, hammaga rahmat. Men shuncha pul topdim, bunaqa katta pul topmaganman. Bu narsa привлечение, sizlarni o'sha narsani ichiga tortish. Sizlarga yana bitta ссылка yerda bor. U ссылкаga kirib gaplashishni boshlasanlaring, sizlarga aytyapti. Mana hozir bizda mana yangi nima ketyapti, $100 menga tashlaysiz, yo o'zbek so'miga 1 million 150 so'm tashlaysiz. Men bu pulingizni hozir ishni boshlayman, o'sha $100 $500 qilib beraman, yo $600 qilib beraman, yo 1 million pulingizni 15 million qilib beraman, 7 million qilib beraman deb sizlar bilan gaplashishni boshlayapti. Так, еще раз ассаламу алейкум. Я расскажу условия вам по-простому. На таком примере, что требуется с вашей стороны, вы вносите сумму, например, $100, или 45 тысяч тенге, или 1 миллион узбекских сум, или манат, или таджикский сом. Неважно, какая валюта. Расскажу на примере доллара. То есть вы перевели $100. Я начинаю торги с этой суммы. Всю сумму я никогда не ставлю, чтобы не было риска. Ставлю всегда половину, например, $50. Сделка совершается,
и мы получаем с 50 долларов уже 75 и так далее. Я уже ставлю 75 долларов, и с 75 получаем 120, например, долларов. И поставив так сделать 5-6, мы получаем в конечном итоге долларов 600 или 800. Всегда по-разному. И вы отправляете мне свою карту и получаете данную прибыль. И если вы уже хотите облагодарить меня, то отправите мне сами какую-то сумму. Если нет, то нет. Все на ваше усмотрение. Ну и в следующий раз вы можете со мной поработать через неделю еще раз. Сами понимаете, желающих много. Вот, как-то так. Теперь вы мне напишите, с какой суммы вы готовы начать. И мы уже будем с вами решать, когда приступим к работе. И если все-таки остались какие-то вопросы, спросите, я отвечу. Tushundinglarmi? U nima dedi? Har xil qasamlarni ichyapti, musulmonchilik to'g'risida gapiryapti. Всем доброе утро. Хочу попросить вас быть осторожными, когда ищете настоящий способ заработать. В наше время очень много плохих людей, которые зарабатывают харамом и втягивают своих клиентов в это. Но если вы все-таки решили инвестировать и хотите это сделать по шариату, напишите мне, я вам расскажу все условия. Yana mana hijoblarni kiyib olgan o'shanaqa qizlar chiqyapti, rasmlari, nimasi, videolari. O'sha narsaga ehtiyot bo'lamiz. И дальше nima bo'lyapti? Дальше sizlar o'sha pulni tashlaysizlar, 100 dollar yo o'sha 1 million O'zbekiston pulini. И u narsa просто yo'q bo'lib qoladi, tushundinglarmi? Telegram mana nima dedi, akkaunt yo'q bo'lib qoladi, pulingiz ham ketdi, boshqasi ham ketdi. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Qanaqa qilib u agar 100 dollar, 500 dollar bir kunda qila olsa, o'zini nimaga o'sha 100 dollar pulini tikib, o'sha narsani qilmayapti o'ziga, o'zi bo'yib kelmayapti u narsani. Unga unaqa savollarni ham berib ko'rdim-man. Men aytdim, nimaga siz o'shanaqa zo'r ekansiz, pul ishlar ekansiz, o'zingizni 100 dollar pulingizni tiqib turib, ishlamayapsiz desam, menga aytyapti, men o'zi bo'yib bo'lganman, men sizlar uchun yordam, sizlarga ham o'sha sizlar ham bo'yib. Приветствую вас, мои подписчики. Давайте будем знакомиться. Сразу скажу, я не какая-то миллионерша, миллиардерша, я такая же обыкновенная девушка, как и вы. У меня есть малыш. Ай, зайка. Но судьба мне дала шанс. Даже не судьба, а скажу так. Мне сделал огромный подарок Всевышний. Почему подарок, спросите вы? Как-то раз я захотела заработать на инвестициях. Не понимаю в этом вообще. O'sha narsani sizlarga taklif qilyapman deyapti, lekin bu narsa yolg'on, tushundinglarmi? Yolg'on. Shuning uchun aka-ukalarimiz ehtiyot bo'lamiz. Mana shunaqa telegramlarga kirib, har xil mana shunaqa nima deydi, bir so'm pul tashlang, mana ishingizni nima qilamiz? Yo sizlarga даже telefon ham qilyapti, call centerda o'tirib olib, qayerdadir u Tailand, Malayziya, boshqa davlatlarda o'tirib turib, 10tasi, 20tasi telefon qilyapti. Aka, shunaqa nima takliflar bilan, har xil takliflar bilan tovar sotish, boshqa qilish, shu 100 dollar tashlaysiz, 1 million tashlaysiz, pulingizni ko'paytirib beramiz. U narsalarga ishonmaylar. U kuyovga mana nima dedi, hijobiga yo do'ppisiga ishonib yurmaylar. U narsa hammasi yolg'on, уже проверенный. Tushundinglarmi? Ular hamma narsaga любой qasamni ichyapti. Biz deydi musulmonmiz, biz deydi qasam ichaman, u qilaman, bu qilaman. O'sha narsalarga ishonib yurmanglar aka-ukalar. Bu videoni maksimalni tarqatib qo'yamiz, chunki hamma bilsin bu narsani. Qancha odamlar hozir shu bilan aldanib yuribdi ko'chada. Hammaga rahmat.